Farruh aka, uylanaman deyapsiz, lekin уже 2 oy o'tdi, hali ham jimsiz. Mani o'rtoqlarim ustimdan kulishyapti. Hali ham shunga ishonib yuribsanmi deb. Ozgina sabr qilib turgin, ishlarimni yurishmayroq. Qancha men sabr qilishim kerak? Allo. Da, mam, yedim. Xo'p. Ketasanmi? Ha, mayli, qolganini keyin gaplashamiz, menga yo'l kiraga pul bering. Voy, nima bu? Avtobusda yetib olarsan, men o'zim bir amallab yetib olaman. Men avtobusda yuramanmi? Bo'pti, siz bilan shu yerda xallashamiz. Allo, assalomu alaykum. Meni olib ketasizmi?